SPF kremlar haqida 5 ta foydali ma'lumot. SPF kremlarining ustidagi 15, 30, 50 sonlari quyoshning ultraviolet nurlaridan himoya qilish darajasi. 15 dan 30 gacha bo'lgan SPFlarimiz 97%, 30 dan 50% gacha bo'lgan SPF kremlarimiz 99% himoya qiladi. Krem ustidagi plyuslar 1 dan 4 gacha bo'ladi. Bitta plyus 2 soat, ikkita plyus 3 soat, 3 va 4 ta plyusimiz 6 soatdan 8 soatgacha himoya qilish vaqti tugashi bilan SPF kremini yangilash tavsiya etiladi. Fizikiy va ximik SPF kremlarining farqi. Fizikiy SPF kremlarimiz quyoshning ultraviolet nurlarini o'zidan oyna kabi qaytaradi. Ximik SPF kremlarimiz quyoshning ultraviolet nurlarini o'zida ushlab qoladi. Ikkala turdagi SPF kremlarimiz ham terini maksimal himoyalaydi. Ko'p qizlarimiz SPF kremlari ishlamayotganligidan shikoyat qilishadi. SPF kremlarini faqatgina yuz emas, yuz, bo'yin, qo'l va oyoq qismlariga surish tavsiya etiladi. Ushbu ma'lumotni eng yaqin dugonangizga yuborib qo'yishni unutmang.